Majlis boshlanib bo'ldi. Qanaqa majlis? Fox, adashmasam seni ishdan bo'shatgandim-u. To'g'ri. Hozir boshqa ishdaman. Seni o'rningni egalladim. Qanaqasiga? Birinchi sahifada faqat Batmanni yozishyapti. Bruce Wayne haqida esa 8-betda. Mastalas milliarder o'z uyini yoqib yubordi. Bruce Wayne eshitadi. Qachondan beri Wayne Enterprises'ni kim boshqarishini sen hal qiladigan bo'lib qolding? Xo'jayin menman. Nima deb aljiryapsan? Kompaniya aksiyalari sotib yuborilgan-ku. Aksiyalarni ko'pini sotib oldim. Homiylik jamg'armalari, trestlar va boshqalar orqali. Menimcha tafsilotlari mutlaqo muhim emas, chunki eng asosiysi kompaniyaning porloq kelajagi ta'minlandi. Nima deysiz, janob Fox? Albatta to'g'ri, janob Wayne. Ogohlantirish qog'ozini olmadingmi?